Hoji aka, buni shaffofligiga bitta ahamiyat bersangiz-chi. Suvda ichib olgingiz keladi-yu. Buni dizaynini ko'rsangiz-chi. Bunaqasi O'zbekistonda bitta. Eng qizig'ini aytsam, bu 2025-yil model bo'ladi. Endigina kirib keldi. Bo'ldi jigar. Shunaqa poddelkalar yaxshi ko'payib ketdi bor-ku. Hammasini originali qilgani yaxshi. Bitta narsani to'g'ri etdilar. Rostagasim bu premium mahsulot va dizayn bo'yicha yorib yuborgan. Agar siz nosuvlarini ichsangiz, ishoning, faqatgina hazm qilishi yaxshilamaydi. Qon aylanishini ham yaxshilab, kallangiz ham yaxshi ishlab, zo'r pul topadigan bo'lib ketasiz. Keyin orqasidan bunaqa markalarni bemalol sotib ola olasiz. Eng qizig'ini aytdim, buni nafaqat ichsangiz bo'ladi. Agar do'konlaringiz bo'lsa, mana birinchi qo'l optim ishlab chiqaruvchining kontaktini qoldiraman. Do'konlaringizga qo'yib qo'ying. Hozir hamma nosuv qayerda bor ekan, qayerdan topib ichsam ekan deb qidirib yurishibdi. Ishoning, suvdingiz yana ham oshib ketadi. Xullas, bilyapsiz, hozir do'kon kirishyapti-da, nosuv yo'qmi? Demak, bu yaxshi do'kon emas ekan deb chiqib ketishyapti. Обязательно nosuvini qo'ying, inshaalloh suvdingiz yana ham yaxshi bo'ladi. Eng oxirgi chiqqan eng zo'r mineral suvlardan bo'ladi. Yutimi shunaqangi silliq ketadi. Nimaga aytaymi? 1800 metr chuqurlikdagi Nov bulog'idan qazib olinadi. Bu buloqga oldindan odamlar licheniya olgani, borib, suvlarni ko'tarib kelishardi. Mana o'shani tayyor ishlab chiqarib, chiroyli qilib, mana ichib oling deb berishyapti. Profilini qoldiraman, kontaktligi bor. Hamkorlikda ishlasanglar, maza qilasiz jigar.